Moda papasi haqida eshitganmisiz? Sizning nima kiyishingizni belgilaydigan jurnalist ayol Anna Vintur. Xo'sh, kim o'zi u? Dunyoning eng nufuzli tadbiri, Met Gala tashkilotchisi, Vogue jurnalining bosh muharriri. Har bir trend aynan undan boshlanadi. U nafaqat modani, balki dunyo sanoatini boshqaradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Anna 1949-yilda Londonda tug'ilgan. Otasi mashhur jurnalist bo'lgani uchun u ham jurnalistikaga qiziqadi va otasining "Agar jurnalist bo'lmoqchi bo'lsang, moda haqida yoz" degan maslahati butun hayotini belgilab beradi. 15 yoshida maktabni tashlab, turli jurnallarda moda yo'nalishida faoliyat boshlaydi. Uni o'sha paytda tanlagan Bob Style soch turmagi hozirgacha o'zgarmas imiji. Karyerasidagi eng katta burilish Vogue jurnaliga bosh muharrir bo'lib kelishi bilan boshlanadi. Ha, bu siz bilgan o'sha mashhur Vogue jurnali. Uni bugungi cho'qqiga olib chiqqan ham aynan Anna Vintur. Avvallari Vogue muqovalari rasmiy, hashamatli va klassik bo'lgan. Anna esa o'zgacha yo'l tutadi. U yuqori va kundalik modani birlashtirib, yangi davrni boshlab beradi. Ilk sonlardan biri uchun qora tanli model Naomi Campbellni tanlab, industriyada katta shov-shuvga sabab bo'ladi. Chunki Anna modada rang-baranglik va xilma-xillik tarafdori bo'lgan. Anna Vintur nafaqat modani, balki butun dunyo madaniyatini belgilab beradigan afsonaga aylangan. Dunyo madaniyatini belgilaydigan afsona shunday deydi: Modaga ergashma, uni yarat.